Hozir so'rashyaptiki, infarkt, insulin oldini qanaqa olsa bo'ladi? Shuni yoritib bering deyishyapti. Qisqaroq qilib yoritib beramiz. Infarkt, insulinga bormaslik uchun birinchi o'rinda bo'ladigan ish to'g'ri suv ichamiz, to'g'ri ovqatlanamiz. Bu nima degani? Bir kunda bitta inson o'rta hisobda 2,5-3 litr suv ichishi shart. Suv ichish shart. Albatta, keyin yana eng kerakli nuqtalari ko'proq o'sha ovqat iste'mol qilayotganda, misol tushli ovqat iste'mol qilayotganda ko'proq kletchatka deganda tam ukrop, zelin, piyoz, ko'k piyoz, karom, lo'lagi, mana shunaqalarni to'g'rab, salat qilib ko'proq agar bitta kosa osh bo'lsa, bitta kosa shundan ham iste'mol qilish shart o'zi qoidasi. Ana o'shandagina bizni yegan taomimiz bilan birga ovqat, salatlar qo'shilib, xudo xolasa sizni qoningizni quyilishiga yo'l qo'ymaydi. Ya'ni eng katta kerakli nuqtasi yaxshilab eslab qolinglar. Soat 5 dan keyin iloji bo'lsa, yog'li ovqat iste'mol qilmanglar. Iste'mol qilsanglar bemalol salat iste'mol qilishingiz mumkin, tam o'sha vinegret shunaqa narsalarni iste'mol qilishingiz mumkin. Ko'p olma iste'mol qilishingiz mumkin, qizil sabzi sokini ichishingiz mumkin, lekin ovqat iste'mol qilmang. Ana shunda xudo xolasa taningizni saqlab qolasiz, qoningiz quyilishiga yo'l qo'ymaysiz, infarkt, insulin oldini olasiz xudo xolasa.